to 2 marta umra qilinadi. Undan tashqari Qizil dengiz sayohatlari, hamma Arafat tog'i, Muzdalifa, hamma joylarga sayohatlarga olib chiqiladi. 50 yoshlarimiz a'lo imom domlalar masjidlarda xizmat qilgan domlamiz Mahmudjon domlamiz xizmat qiladi. Assalomu alaykum Zafarbek umra a'zolari. Xayrli tong. Mana yana Xudo xolasa oz kunlar qolyapti. 13-noyabr kungi reysimizga ozgina joylarimiz qoldi. Shuning uchun sizlarni taklif qilyapmiz. 14 kunlik paketimiz. Shoshilinglar. Allohning baytini tavof qilishga, payg'ambarimizni ravzalarini ziyorat qilishga birga bo'lib boramiz Xudo xolasa inshaalloh. 14 kunlik paketimiz 3 kuni Madina Munavvarada bo'ladi. 11 kuni esa Makka Mukarramada bo'linadi. Madina Munavvarada 2 mahal taomlar beriladi, Makka Mukarramada esa 3 mahal taomlar beriladi. Madina Munavvarada sayohatlarimiz Boqiy qabristoniga olib kiriladi, Ravzaga olib kiriladi birinchi o'rinda hammalarini. Uhud tog'iga boramiz, Xurmo bog'iga boramiz, Qiblatay masjidlariga sayohatlarni qilamiz, 5 mahal namozlarni o'qiymiz. Eng qizig'ini aytsam, mana payshanba kuni Xudo xolasa ketamiz. Juma kuni juma namozini Madina Munavvarada Nabaviy masjidlarida o'qish Xudo xolasa inshaalloh nasib qilyapti. O'shanga shoshilinglar. Boradiganlar bo'ladigan bo'lsa, ozgina joylarimiz bor. Joylarimizni bron qilishingiz mumkin. Keyin Makka Mukarramada esa borganimizdan keyin umralarni qilib tugatganimizdan keyin bir kun o'tkazib, yana Toyib shahriga ziyoratga olib chiqamiz. Ziyoratdan qaytishda yana ehromlarni kiyib, yana qayta o'zimizga umra qilishga sharoitlarni qilib qo'yganmiz. O'shaning uchun shoshilib boringlar. To 2 marta umra qilinadi. Undan tashqari Qizil dengiz sayohatlari, hamma Arafat tog'i, Muzdalifa, hamma joylarga sayohatlarga olib chiqiladi. 50 yoshlarimiz a'lo imom domlalar masjidlarda xizmat qilgan domlamiz Mahmudjon domlamiz xizmat qiladi. Xo'p, o'zim ham birga boraman. O'zim birga borib yo'l boshchilik qilib, sizlarga tushunmagan narsalarni, bilmagan narsalarni o'rgatib turishga men o'zim birga bo'laman sizlar bilan. 14 kun ichida har kuni sizlar bilan birga bo'laman. Iloji bo'lsa birga namozlarga 5 mahal namozga inshaalloh borib kelib, sayohatlarga ham bu yerda nimalarni tushunmasanglar tushuntiramiz. Umra badalda ham Xudo xolasa hamma guruhni bitta qilib turib olib borib birgalikda qilamiz. Sababi mana ko'ryapsiz, kimlardir bordir u joylarda umra amal qilaman, umra badal qilaman deb turib, otasi ham onasi qilaman deb turib, yo adashib qolyapti yoki bo'lmasa amallarni mukammal qila olmasdan bitta jonli bo'yniga qarz bo'lib kelyapti. Xudo saqlasin. O'shaning uchun mana o'zim 3 marta bordim. Borib ko'rib, o'zim tushungan holatda, bir inson birga bular bilan yursa, bular adashmaydigan degan maqsadda mana Samarqanddan bir domlamizni ham iltimos qilib olib ketyapmiz. Bu domlamiz ancha ilmli inson, jami masjidlarida hozir imomlik qilib ishlaydi. Hozirgi hol vaqtida ham ishlaydi. O'sha domlamiz boradi, birga ma'ruzalarda qanaqa amallar qilishimiz kerak, ehrom qanaqa qilib kiyiladi, yana qanday qilib yerlardagi sayohatlarda amallar yurish kerak, Madina Munavvaraning odoblari, tarixi, Makka Mukarramaning odoblari, tarixlari bo'ladi. Shu narsalarni hammasini mukammal qilib turib, bugun tushuntirib olib chiqib ketamiz. Ertalab tushuntirib olib chiqib ketamiz. Shunaqa qilib turib amallar qildiramiz Xudo xolasa. Allohdan kuch-quvvat so'rab, hammalarimiz mana Xudo xolasa 13-noyabr kungi guruhimizda Xudo xolasa to'lib qoldik. Ozginagina joylarimiz qoldi. Xohlovchilar bo'lsa, biz bilan boruvchilar bo'ladigan bo'lsa, birgalikda borish uchun pasportlarni tashlaylar, quruq zagran pasportni tashlaylar, bo'ldi. To'lovlarini ishonch hosil bo'lishi uchun aeroportda berilaveradi. Yoki bo'lmasa bank raqamlarimiz bor. Bank raqamlarimiz pasport tashlaganinglardan keyin beramiz. O'shanga bankka tushirsanglar ham bo'laveradi. O'zi asli bankka tushirish kerak. Ko'pchiligimiz vohalardan bo'lgani uchun, Tojikiston, Qirg'iziston, boshqa uzoq joylardan bo'lgani uchun ishonch yo'qligi uchun o'sha odamlar anaqa pullarni qayerga to'lashga shubhalanib qolishyapti. Mana men o'zim boraman, Xudo xolasa inshaalloh hamma narsalarni, amallarni birgalikda qilamiz. Xudo xolasa shoshilinglar, joylarni bron qilinglar. Keyin mana bu yangi kanal ochdik. O'zi Zafarbek Umra kanalini ochdik, YouTube kanalida. Bu kanalga like bosinglarchi, like bosib jamoatlarimizni ham ko'paytiraylik. Bundan keyingi amallarda ham yana bormaganlar bo'ladiki, o'shalarni ham bir qator haqiqiy mana umra amallarida qanday vazifalari bor,
qayerda vojiblari bor, qayerda farzi bor, qayerda sunnati, mustahab amallari bo'ladi-ku, o'shalarni asta-asta jamoatimiz ko'paygandan keyin o'rgatib boramiz. O'zingizlarga yaxshi bo'lardi, o'zingizlarga manfaatli bo'ladi. O'shaning uchun qo'ni-qo'shni, qarindosh-urug'larmi bo'ladigan bo'lsa, like bosib, shu YouTube kanalimizga yoki bo'lmasa Telegram kanallarimiz bor, WhatsApp kanallarimiz bor. Telegram kanallarimizga ham Umra narxi deb yozsanglar yoki Umra ziyorat deb yozsanglar, o'zim ko'rinaman o'sha joyda. O'sha gruppaga qo'shilib olsanglar, qani aholimizni, vatanimizni, umrachilarimizni qanday safarlarda xizmatlarni qilayotganlarimizni, qanaqa qilib amallar qilishlarini ko'rib borasizlar. Sizlardan bitta iltimos, shu like bosaylik, bir ko'raylikchi, shu kanalimizni rivojlantiraylik. 13-noyabr shoshinglar, esdan chiqmasin. Kechqurun 20:00 da samolyot uchadi. 17:00 da registratsiya boshlanadi. Xohlovchilar bo'lsa, ozgina joylarimiz bor. Murojaat qilib pasport tashlashingiz mumkin.